Bugun biz noodatiy tanalar haqida gaplashamiz. Dunyoda yatiga 33% insonlar hushtak chala olishadi. 33% odamlarda astigmatizm kasalligi bor. Bu tunda chiroqlarni mana bunday shaklda ko'rish degani. Dunyoning atiga 2% aholisida haqiqiy tabiiy blondinka sochlari bor. 20% odamlarning tishlari orasida bo'shliq bor. Lekin aksariyat odamlar bu bo'shliqdan allaqachon qutulib bo'lishgan. Tadqiqotlar yana shuni ko'rsatadiki, 18% odamlarning do'stlari bo'lmaydi. Faqat yolg'iz yashaydigan insonlarni esa Gen Z deb nomlashadi. Atiga 1% insonlardagina boshqalarnikiga nisbatan 2 marotaba ko'proq buklangan kipriklar bor. Bunday bo'lishiga qizlar ko'proq harakat qilishadi va bu ko'plab muammolarni keltirib chiqarmoqda. 10% odamlarda esa oyoq uvishish sindromi bor. Va bu sindrom egalari siz bilan menga qaraganda ko'proq oyoqlari uvishadi. Yotganda va o'tirganda ularning oyoqlarini qimirlatib bo'lmay qoladi. 40% odamlar qitiqlashingizni sezmaydi, chunki ularning qitig'i yo'q. 7% odamlargina o'zini qanday qilib qitiqlashni bilishadi. Va nihoyat, atiga 1% insonlardagina ranglarni eshitish va tovushlarni ko'rish qobiliyati bor.